Bizda Lacetti mashinasi. Bu Lacetti'miz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Blue 8 motorli, ikkinchi pozisiya egalaridan. Mashina absolutni toza emas. Krilosi bilan bitta kalinkasi ezilgan, bitta krilo almashgan mashinamizda. Mashinamizga hamma kiril ishlar qilib qo'yilgan, hadovoylar kopto bo'lib turibdi, 4 tenga balonladi. Mashinamiz 266 ming yurgan. Aksiyada egalar nomerini qoldiramiz. Telefon qilsangiz zo'r narxda baraka bo'ladi.